Assalomu alaykum, voyinkomatdan keldik. Xush kelibsizlar. Ammo armiyaga borganmi? Siz emas, ayolingiz ketadi. Nima deyapsanlar sanlar? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat shu taklifni kiritgan. Ayolingiz armiyaga ketadi. Dadasi qachon? Qayerga ketyapsan? Bolaga kim qaraydi? Qarangizingiz kerak bo'lsa. Tamandir ketdik. Yotchi. Hey! Mana aka 1 kilo qo'y go'sht. Xohlasangiz 1 kilo eshak go'shtidan ham beray, sizga eshik aka. Eshak go'shtini nima qilaman? Jinnimisan? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat aytdi. Eshak go'shtini yesa bo'lar ekan. Jinnimi u? Nima deyapsan sen? Hey Esmat, to'xta. Pensiya chiqdimi? Pensiyan chiqdi. No 5000, to'xta 600 so'm emas. Mana 600, 5600 bo'ldi. Sen jinnimisan? 5600 ga men nima qurt olamanmi? Yedingmi qolganini? Qandayman? Siz halagan deputat bor-ku, ana shu 5600 so'mga bir oy maza qilib yashaysan degan. Ana Rossiyadagi o'lim jo'natgan pullarni soliqlarni to'lab qo'y vaqtida. Buni kim aytdi? Shu deputat aytdi-da. Yo'q. Kimga ovoz bergan bu xotinim? Qayerdan yuribsan? Ha, nimaga chaqirding? Ha biz anavlarga boraylik qalam qo'shlarga. Uyat-e. Endi shu yoshda 25-soatga tushmaylik. Dokumentalniy bo'libdi-ku. Kim aytdi? Aslan saylagan deputat aytdi-ku. Ularga shtat ham ochilibdi. Jinnimi bular? Nima qilib